Bozordan ikkita mol bir xil vaqtda olingan, lekin bu mol umuman o'smay, o'zgarmay qolgan. Bu mol bo'lsa o'sib, o'zgarib, ana narigi moldan salkam ikkita keladi. Buning sababi nimada? Agar uyingizda bitta bo'lsa ham molingiz bo'ladigan bo'lsa, bizning kanalga obuna bo'ling. Chunki bunaqangi foydali videolar juda ko'p chiqaramiz. Hayvonimizning o'zgarmaganiga sabab bozordan kelgan vaqtda kasal bo'lgan va sheriklardan orqada qolib ketgan o'zgarishdan. Hayvonimizda hozir kuzatilayotgan kasalliklar shu jigar qurti bor, shu tish qichillatadi. Birinchi o'rinda terisidan ko'rishlaring mumkin, jun tulamagan, bitlab ketgan va qichima kuzatilyapti, terisi ko'rinib. Hayvonimizga birinchi qiladigan ukolimiz Ivanor Plus. Tarkibida 1% ivermektin bo'ladi, 5% klozantel. 50 kg tirik vaznga 1 gram teri ostiga qo'llaniladi. Ivermektin tashqi parazitlar, ya'ni qichima, chisotkalar, kanalarni o'ldirishga yordam beradi. Klozantel bor. Bu oshqozon ichak parazitlar, jigar qurtlarini o'ldirishga yordam beradi. Xuddi shu hayvonlarga o'xshab bu hayvonimiz sheriklarga yetib olish uchun polivit vitamini qilamiz. Bu vitaminlar kompleks hisoblanadi. Bu hayvonni terisi tezroq tiklanish uchun, o'sish uchun, buni jun tulash uchun yordam beradi. Buni muskul orasiga yoki teri ostiga qilishimiz mumkin.